Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, bizni kuzatib boruvchi qadrli obunachilar. Men har doimgidek sizlar bilan Ustoz Dostonbek. Do'stlar, navbatdagi tunuka ishimizni Asaka tumani Qipchoq mahallasida xuddi shunaqa ko'rkam ko'rinishda yakunlab bermoqdamiz. Xudo xolisa ishlarimiz yoqayotgan bo'lsa, bir donagina lak esdan chiqib qolmasin jigarlar. Inshaalloh sizga ham xuddi shunaqa go'zal tunkafonlar nasib qilsin do'stlar. Xo'p, bu yerga qadrdonlar tunkafonning kvadratiga 286 kvadrat tunkafon ishlatganmiz. Jami 39 million atrofida общий summasi bo'lib bitgan do'stlar. Xo'p, ichkari mana taylaridan apshipat qilib berganmiz. Shapkalariga seriozniy fason, ya'ni kobra fasonimizdan foydalanganmiz. Ochiq ayvonlariga esa hashamdorroq fason qilib berganmiz. Chekalari pianino holatda bo'lgan, 2 donagina ramka qo'yib berganmiz. Bu safar oyna qo'ymadik. Tunkaning o'zidan pianino holatda qatirib berganmiz do'stlar. Bu tomoniga yuzlanamiz. Xo'p, 5 metrga 8 metr bo'lgan joyga xudo xolasa bir donagina trenddagi kosmosimizni qo'yib berganmiz. 2 metr bo'ladi buni razmeri. 1.20 dan 2,5 metrgacha tayyorlaymiz. Narx ham shunga qarab o'zgaradi do'stlar. Xo'p, bu yer doroza ochilish hisobiga bu yerda hovuzsiz qilganmiz, lekin ko'rinishi hovuzga o'xshab turadi do'stlar. Doroza ochilganda mushat qilmaydi do'stlar. Xo'p, ko'cha tomonlarini ham xuddi shunaqa mana kaziro bo'lib chiqqan. Bu yerga mana hovuzsiz shaklida kichkinagina ramka ham qo'yib berganmiz. Plafonlarni ham o'rnatib berganmiz. Ko'cha tomonlarini ham xuddi shunaqa go'zal fasonda mahalladan kirishda ko'rinadigan holatda skromniy variantda mana kazirolarning tepalarini, domillarini tepalarini ham tunkafonda polniy o'rab berganmiz do'stlar. Agar vodiydan bo'lsangiz, qadrdonlar, bemalol murojaat qiling. Sizning uyingizni xudo xolasa tunkafonlar bilan go'zal holatda bezab beramiz. Albatta ishonchingizni oqlaymiz. Uyingizni xudo xolasa shu holatda topshirsangiz, biz shu uyingizga yarashadigan fasonlarni taklif etamiz. Albatta arzon narxlarda sifatli tunkafonlarni qilib beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.